Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir kuni bundoq qarab tursalar, namoz qazo bo'ladigan vaqtda Abu Yusuf shogirdlari Yaqub bo'lgan ismlari. Abu Yusuf namozga o'tib qoldilar. Namoz vaqti o'ta ziq bo'lib qolgan ekan. Shunda namozni shunaqa o'qib berdilarki, namozni. Qiroatni ham qisqa, tasbihlarni sanamasdan ruku sajda qilib yordilar. Oxirida attahiyotini ham salavotlargacha o'qib o'tirmasdan Abduhu va Rasuligacha o'qib salom berib yordilar. Buni sezib turgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh kana Yaqubu faqihan dedilar. Yaqub faqih bo'lib qopti. Namozni qazo qilmasdan o'qib berdi dedilar. Ko'ryapsizmi? Ana. Agar faqih bo'lmasa-chi, bilimdonlik qilib men rukuga borganda 3 marta tasbih aytishim kerak. Sajdaga borganda 3 marta tasbih aytishim kerak. Zamsuraga bomdod, zamsuraga ammani o'qishim kerak. Ikkinchisiga va naziyatni o'qishim kerak deb o'qigungacha peshim bo'ladi. Bu savodsizlik bu. Savodsizlik bo'ladi. Aslida savodli faqih bo'lgan odam nima qiladi? Namozni qazo bo'lib ketganidan ko'ra ichidagi sunnatlarni, kerak bo'lsa vojiblarni ham tark etib, tezlik bilan farzni o'zini o'qib olish kerak. Toki namoz o'qilish harom bo'lgan paytda, quyosh chiqayotgan paytda namoz o'qish harom. O'sha vaqtga kirib qolmasligi uchun farzini o'zini eng qisqa suratda o'qib yakunlab olish kerak. Ana shunda bu odam faqih ekan bu. Bu fiqhni o'qigan bu. Bu biladi bu. Namozning eng oxirgi chegarasini ham biladi bu. Bu ahli ilmlarning holati bu. Shuning uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shogirdlar Abu Yusufni yetishib qopti bu. Faqih bo'lib qopti bu. Namozni qazo qilmadi, o'qib oldi, ulgurdi degan ekanlar.